bilan kelsa-yu, nega bunday bo'ladi dedi. Hayron bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalom to'g'ridagi gapni hammamiz uchun, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar o'ylantiradigan, vujudini titratadigan gap aytgan ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Qol, kanu yusallun. Namoz qiladilar. Va yasumun, roza tutardilar. Va yuzakkun, o'zlarini poklardilar. Va yahujun, hatto haj qilardilar. غير أنهم كانوا إذا أورد لهم شيء من الحرام أخذوه. أما ularga bir haromdan narsa kelsa olib qo'yaverardilar. Yeb qo'yaverardilar, ishlatib qo'yaverardilar. فأحبط الله أعمالهم. Shuning uchun Alloh ularning amalini habat qildi dedilar. Namoz o'qiydi, roza tutadi, hajga boradi, lekin birovni haqqiga